Assalomu alaykum. Bugungi videomiz inson organizmidagi eng muhim a'zolardan biri o'pka haqida gaplashamiz. Videoda o'pkaning anatomik tuzilishi, nafas olish fiziologiyasi, turli kasalliklarda yuzaga keladigan patofiziologik o'zgarishlar, asosiy o'pka kasalliklari, ularni davolash va profilaktikasi haqida batafsil ma'lumot beramiz. O'pka organizmni kislorod bilan ta'minlaydi va karbonat angidridni tashqariga chiqaradi. Shu sababli uning normal faoliyati butun organizm hayoti uchun juda muhim hisoblanadi. O'pka anatomiyasiga keladigan bo'lsak, o'pka ko'krak qafasida joylashgan juft nafas olish a'zosi hisoblanadi. O'ng va chap o'pka bir-biridan yurak va boshqa ko'krak oralig'i tuzilmalari joylashgan mediastinum orqali ajralib turadi. O'ng o'pka 3 ta bo'lakdan iborat: yuqori bo'lak, o'rta bo'lak va pastki bo'lak. Chap o'pka 2 ta bo'lakdan iborat: yuqori bo'lak va pastki bo'lak. Chap o'pkada yurak joylashgani sababli yurak o'ymasi mavjud. O'pkaning tashqi yuzasi plevra qavati deb ham ataladi va u sirroz parda bilan qoplangan bo'ladi. Plevra ham 2 xil bo'ladi. Visceral plevra o'pka yuzasini qoplaydi. Parietal plevra esa ko'krak qafasining ichki devorini qoplaydi. Ularning orasida oz miqdorda suyuqlik bo'lgan plevra bo'shlig'i mavjud. Bu suyuqlik nafas olish vaqtida ishqalanishni kamaytiradi. Nafas yo'llarida havo burun yoki og'iz orqali organizmga kiradi. Keyinchalik burun bo'shlig'i, halqum, hiqildoq, traxeya, bronxlar, bronxiolalar va alveolalarga tutashib ketadi. Traxeya o'ng va chap bosh bronxlarga bo'linadi. Bronxlar tobora mayda tarmoqlarga ajralib, bronxiolalarni hosil qiladi. Bronxiolalar oxirida alveolalar joylashgan. Alveolalar o'pkaning asosiy funksional qismi ham deb ataladi. Alveolalar juda mayda havo pufakchalari bo'lib, aynan shu yerda gazlar almashinuvi amalga oshadi. Alveolalar devori juda yupqa bo'ladi va ular atrofini kapillyarlar tarmog'i o'rab turadi. Alveola va qon kapillyarlari orasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi sodir bo'ladi. Alveolalarda surfaktant deb ataluvchi modda ham mavjud. Surfaktant alveolalarning nafas chiqarish vaqtida yopishib qolishining oldini olishga yordam beradi. Endi o'pkaning fiziologik holatini ko'rib chiqamiz. O'pka qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Masalan, nafas olish jarayoni 2 asosiy bosqichdan iborat. Birinchisi nafas olish, inspiratsiya, diafragma qisqarib pastga tushadi. Ko'krak qafasining hajmi kengayadi. O'pka ichidagi bosim pasayadi va havo tashqaridan o'pkaga kiradi. Nafas chiqarish ekspiratsiya deb ataladi. Diafragma bo'shashadi. Ko'krak qafasi hajmi kamayadi. O'pka ichidagi bosim oshadi va havo tashqariga chiqariladi. Gazlar almashinuvi alveolalarga kelgan havoda kislorod miqdori yuqori bo'ladi. Qonda esa karbonat angidrid mavjud. Diffuziya jarayoni natijasida kislorod alveoladan qonga, karbonat angidrid qondan alveolaga o'tadi. Keyin karbonat angidrid nafas chiqarish orqali organizmdan chiqariladi. Qonga o'tgan kislorod eritrotsitlardagi gemoglobin bilan birikib, to'qimalarga yetkaziladi. O'pka va qon aylanishi. O'pkaning qon bilan ta'minlanishi kichik qon aylanish doirasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yurakning o'ng qorinchasidan chiqqan o'pka arteriyasi kislorodga kambag'al qonni
o'pkaga olib keladi. O'pkada gazlar almashinuvidan keyin kislorodga boy qon o'pka venalari orqali yurakning chap bo'lmachasiga qaytadi. Shundan so'ng qon katta qon aylanish doirasiga yuboriladi. Demak, o'pka nafaqat nafas olish, balki qonning kislorod bilan ta'minlanishda ham asosiy markaziy rolni o'ynaydi. Endi o'pka kasalliklarida quyidagi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Havo yo'llarining torayishi, yallig'lanish, alveolalarning zararlanishi, o'pka to'qimasida suyuqlik to'planishi, gazlar almashinuvining buzilishi, o'pkaning elastikligi kamayishi, qonning kislorod bilan yetarli to'yinmasligi natijasida bemorda nafas qisishi, yo'tal, ko'krak qafasidagi kuchli og'riq, hansirash va holsizlik kuzatilishi mumkin. Bronxial astmada nafas yo'llari yallig'lanadi va vaqtincha torayadi. Bemor odatda nafas qisishi, hushtaksimon nafas, yo'tal, ko'krakda siqilish kabi belgilarni sezishi mumkin. Davolashda bemorning holatiga qarab shifokor tomonidan individual ravishda belgilanadi. Astmani nazorat qilishda ingalyatsion dorilar, ayniqsa yallig'lanishni kamaytiruvchi preparatlar va kerak bo'lganda bronxlarni kengaytiruvchi dorilar qo'llaniladi. Astma xuruji kuchli bo'lsa yoki bemor gapirolmaydigan darajada nafas qisishi kuzatilsa, shoshilinch tibbiy yordam zarur hisoblanadi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalliklariga, ya'ni havo oqimining doimiy cheklanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi kiradi. Eng muhim xavf omillaridan biri tamaki chekishdir. Bundan tashqari uzoq muddat chang, tutun va ayrim zararli gazlar ta'siri ham xavfni oshirishi mumkin. Asosiy belgilari uzoq davom etuvchi yo'tal, balg'am ajralishi, jismoniy faoliyatda nafas qisishi, tez charchash, davolashda chekishni tashlash, ingalyatsion bronx kengaytiruvchi dorilar, ayrim holatlarda ingalyatsion kortikosteroid gormonlar va pulmonar reabilitatsiya kislorod terapiyasi qo'llanilishi mumkin. Pnevmoniya o'pka to'qimasining infeksion yallig'lanishi hisoblanadi. Kasallik bakteriyalar, viruslar yoki boshqa mikroorganizmlar sababli yuzaga kelishi mumkin. Pnevmoniyada alveolalarda yallig'lanish va suyuqlik to'planishi natijasida gaz almashinuvi yomonlashishi mumkin. Belgilari isitma, yo'tal, balg'am, nafas qisishi, ko'krak og'rig'i, holsizlik. Davolash sababiga bog'liq ravishda bakteriyalar pnevmoniyada shifokor antibiotik buyurishi mumkin. Virusli infeksiyalarda esa davolash qo'zg'atuvchiga va bemorning holatiga qarab belgilanadi. Antibiotiklarni o'zboshimchalik bilan qabul qilish mumkin emas. Uni vrach tavsiyasiga binoan qabul qilishingizni so'raymiz. Tuberkulyoz, sil asosan o'pkani zararlashi mumkin bo'lgan yuqumli infeksion kasallik hisoblanadi. Uzoq davom etuvchi yo'tal, kechasi terlash, tana vaznining kamayishi, holsizlik va ba'zan qon aralash balg'ami kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Silni aniqlash uchun shifokor ko'rigiga rentgen yoki boshqa tasviriy tekshiruvlar, balg'am tekshiruvi va laborator diagnostika talab qilinishi mumkin. Davolash maxsus silga qarshi dorilar kombinatsiyasi bilan belgilangan sxema asosida va tibbiy nazorat ostida olib borilishi shart. Davolashni o'zboshimchalik bilan to'xtatish dori ta'siriga chidamli sil rivojlanishi xavfini oshiradi. O'pka shishi va nafas yetishmovchiligi, ayrim holatlarda o'pkada suyuqlik to'planishi yoki o'pkaning gaz almashinuvi
keskin buzilishi mumkin. Bunda qonda kislorod kamayadi. Nafas yetishmovchiligida kuchli nafas qisishi, tez nafas olish, lab va barmoqlarning ko'karishi, hushyorlikning pasayishi kuzatilishi mumkin. Bu hayot uchun xavfli holat bo'lib, zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam talab qiladi. O'pka kasalliklarini aniqlashda avvalo bemorning shikoyatlari va kasallik tarixi o'rganiladi. Shifokor tomonidan nafas olish sonini, yurak urish tezligini, arterial bosimini, tana haroratini, qondagi kislorod saturatsiyasini baholashi mumkin. Qo'shimcha tekshiruvlarda ko'krak qafasini rentgenografiyasi, pnevmoniya, ayrim o'pka o'zgarishlari va boshqa patologiyalarni aniqlashda yordam beradi. Ayniqsa astma va surunkali o'pka kasalliklarini kabi kasalliklarda muhim hisoblanadi. Puls oksimetriyada qondagi kislorod saturatsiyasini baholashda yordam beradi. Laborator tekshiruvlarda qon va balg'am tekshiruvlari kasallik sababini aniqlashda yordam berishi mumkin. O'pka kasalliklarini davolashda har doim kasallikning turiga, og'irligi, sababi va bemorning umumiy holatiga qarab belgilanadi. Dori vositalari kasallikka qarab bronx kengaytiruvchi preparatlar, yallig'lanishga qarshi dorilar, ingalyatsion kortikosteroidlar, antibiotiklar, viruslarga qarshi preparatlar, balg'amni chiqarishga yordam beruvchi vositalar qo'llanilishi mumkin, lekin dorilarni shifokor tavsiyasisiz boshlash yoki to'xtatish mumkin emas. Kislorod terapiyasi. Qonda kislorod darajasi yetarli bo'lmagan ayrim bemorlarga kislorod terapiyasi kerak bo'lishi mumkin. Nafas mashqlari, reabilitatsiya. Surunkali o'pka kasalliklarida maxsus nafas mashqlari va pulmoner reabilitatsiyasi yoki jismoniy imkoniyatlarni yaxshilashga yordam beradi. Og'ir holatlarda nafas yetishmovchiligi og'irlashsa, shifoxonada qo'shimcha kislorod, noinvaziv yoki invaziv sun'iy nafas oldirish kabi usullar ham talab qilinishi mumkin. O'pka kasalliklarining profilaktikasida o'pkani sog'lom saqlash uchun birinchi navbatda chekmang, zararli odatlardan tiyiling. Chekishni tashlash o'pka salomatligini himoya qilishdagi eng muhim choralardan biri hisoblanadi. Shuningdek, passiv chekishdan saqlanish, chang va zararli gazlardan himoyalanish, ish joyida himoya niqoblaridan foydalanish, jismoniy faollikni saqlash, sog'lom va muvozanatli ovqatlanish, infeksiyalardan himoyalanish, shifokor tavsiyasiga ko'ra emlash, surunkali kasalliklarni nazorat qilish, uzoq davom etuvchi yo'tal va nafas qisishiga beparvo bo'lmaslik muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, o'pka organizmni kislorod bilan ta'minlaydigan va karbonat angidridni chiqarib yuboradigan hayotiy muhim a'zomiz hisoblanadi. O'pkaning anatomik tuzilishi va fiziologik faoliyati buzilganda astma, surunkali o'pka kasalliklari, pnevmoniya, sil va boshqa kasalliklar rivojlanishi mumkin. Kasallikni erta aniqlash, to'g'ri davolash va profilaktika qilish o'pka salomatligini saqlashda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar uzoq davom etuvchi yo'tal, nafas qisishi, ko'krak og'rig'i, qonli balg'am yoki kuchli hansirash kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishingiz zarur hisoblanadi. Sog'lom o'pka sog'lom hayot garovidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Video uchun like bosing, izohlarda faol bo'ling. Emas. Faqat o'pkaning o'ziga bog'liq emas. Uni asosan miya ustunidagi nafas markazlari boshqaradi.
Qondagi karbonat angidrid miqdori oshganda nafas olish markazi qo'zg'aladi va nafas olish tezligi hamda chuqurligi ortadi. O'pkaning himoya mexanizmlari o'pka tashqi muhitidan kiruvchi chang, mikroblar va boshqa zarrachalardan himoyalanadi. Bunda burundagi tukchalar, shilliq qavat, kiprikchali epiteliy, yo'tal refleksi, alveolar, makrofaglar muhim rol o'ynaydi. Alveolyar makrofaglar alveolalarga tushgan mikroorganizmlar va begona zarrachalarni yutib yo'q qilishga yordam beradi. Shu sababli ular o'pkaning mahalliy immun himoyasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'pkaning qon aylanishi. O'pkada ikki xil qon ta'minoti mavjud. Kichik qon aylanish doirasi gaz almashinuvi uchun bronxial qon aylanishi, bronxlar va o'pka to'qimalarining oziqlanishi uchun, nafas yetishmovchiligida organizmning ehtiyojini qondirish uchun o'pkaga yetarli miqdorda kislorod yetkazib bera olmaydi yoki karbonat angidridni yetarlicha chiqara olmaydi. U o'tkir, surunkali ko'rinishda bo'lishi mumkin. Gipoksiya va giperkapniya. Gipoksiya to'qimalarga kislorod yetkazib berishining kamayishi hisoblanadi. Giperkapniya esa qonda karbonat angidrid miqdori oshib ketadi. Ikkalasi ham og'ir nafas yetishmovchiligida kuzatilishi mumkin. Pnevmoniyada nima sodir bo'ladi? Pnevmoniyada asosan alveolalar yallig'lanadi va ularda suyuqlik yoki yallig'lanish mahsulotlari to'planishi mumkin. Natijada alveola bilan qon o'rtasidagi gaz almashinuvi yomonlashadi va qonda kislorod kamayishi mumkin. Bunday belgilar shoshilinch tibbiy baholashni talab qilishi mumkin. Asosan tibbiy talablarga ham mos va professional video ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izoh yozing. Fikrlaringiz biz uchun qiziq. Keyingi videolarda qaysi kasallik haqida ma'lumot berishimizni batafsil izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.